Hammaga assalomu alaykum. Xayrli tong, erta bilan. Yaqinda Haval sotib oldim. Haval Jolion avtomobilini xarid qildim. Yangi olganman avtosalondan. Mana hali probegi 8000 dan sal o'tgan. Shu paytgacha shaharda ichida yurdim. Samarqand shaharida bilinmadi. Shunda ham bilinardi, unaqa svetoforlarga to'xtatganimda moshin sal qaltiragandek bo'lardi, uncha e'tibor bermadim. Endi hozir mana trassada yurgan vaqtimda o'sha bildiryaptiki, nimadir xuddi oborniy diskasini sal qiyshiqdek tuyulyapti xayolimda. Keyin mana ketayotgan vaqtimda tormoz bossam, rol qaltirab ketyapti. Yangi moshin hali. Haval Jolion 2025-yil ishlab chiqarilgan. Shu yurayotgan chog'ida ham mana ovozi chiqyapti. Xuddiki aylanayotganda shu ularga nimadir tegayotgandek bu. Tezlashgan sari bu narsani ovozi ham kuchayapti. Mana tekis yo'ldamiz. Tormoz bossam mana rolda shaqirlagan ovoz chiqyapti. Diska qiyshiqligidanmi yo boshqadanmi, lekin nima bo'lsa ham men bu pulimni olganimdan afsus qildim, to'g'risi. Shuncha pulga 21500 dollarga mashina olsang, yangi mashina olsang, shunaqa aybi bilan chiqib o'tirsa,